Assalomu alaykum do'stlar. Patologiya kurslarimizdan bugungi mavzu apoptoz haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Demak, apoptoz nima? Apoptoz bu hujayralarning programmalashtirilgan, ya'ni rejalashtirilgan o'limi hisoblanadi. Yoki boshqacha qilib aytganda, hujayralarni o'z-o'zini yo'q qilish mexanizmi. Apoptoz reaksiyalarining borishi uchun asosan 3 xil yo'l bilan amalga oshiriladi. Bulardan birinchi yo'l bu mitoxondrial yo'l hisoblanadi. Ikkinchisi klassik yo'l, uchinchisi esa qarish jarayoni. Demak, mana shu uchala jarayonda alohida gaplashamiz. Birinchisi mitoxondrial yo'l. Mitoxondrial yo'l qanday amalga oshadi? Bunda mitoxondrial yo'lda asosiy kerak bo'ladigan narsa bizga bu mitoxondriya. Ya'ni mana bu hujayra deb tasavvur qiladigan bo'lsak, hujayra devori, hujayra ichida, ya'ni sitoplazmasi va mana bu mitoxondriya hisoblanadi. Endi bu yerda mitoxondriya muhim ahamiyat kasb etadi. Apoptozni boshlab berish uchun maxsus oqsillar oilasi bor. Bu oqsillar oilasi BCL2 oqsil hisoblanadi va bu guruh oqsillar tarkibiga 20 xildan ortiq oqsillar kiradi. Bu oqsil guruhlari apoptoz uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. BCL2 oqsillari asosan 2 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi pro-apoptotik, ikkinchisi anti-apoptotik oqsillar. Birinchisi pro-apoptotik oqsillar bu apoptozni boshlab beradigan oqsil guruhlari hisoblanadi. Bularga BAX va BAK oqsillari. Ikkinchisi anti-apoptotik oqsillarga, bular apoptozni to'xtatib turuvchi oqsillar hisoblanadi. Ya'ni bularga BCL2, BCLXL degan oqsillar kiradi. Endi bu yerda apoptozni boshlab beruvchi eng muhim ahamiyat kasb etadigan mana bu BAX va BAK oqsillari hisoblanadi. Endi bular savol tug'iladi. Nima uchun bular o'zi sitoplazmada joylashgan bo'ladi-da? Masalan, sitoplazmada joylashgan. Nimaga apoptoz qivormayapti? Chunki bunga sabab, bunga qanaqadir stress omil kerak bo'ladi. Stress qanaqadir sabab bo'lishi kerak-da. Masalan, mana shu BAX va BAK oqsillarini aktivlash uchun. Chunki sitoplazmada bular inaktiv holatda bo'ladi, ya'ni faol bo'lmagan holatda bo'ladi. Aynan buni aktivlashimiz uchun bizga stress omillar kerak bo'ladi. Mana bu stress omillari bilan gaplashamiz. Ya'ni stress omillariga nimalar kiradi? Demak, gipoksiya bo'lishi mumkin. Fizik, kimyoviy omillar, DNK mutatsiyasi kabi stress omillari bo'lishi mumkin organizmga ta'siri. Masalan, Alzheimer kasalligini keltirib o'tilgan bu yerga, ya'ni nerv hujayralari Alzheimer kasalligida nerv hujayralari, ya'ni neyronlar apoptozga uchraydi. Xo'p, endi bu yerda demak BAK va BAX oqsillari stress omillar ta'sirida aktivlandi. Va bu aktivlangan BAK va BAX oqsillari esa mana bu joyda mitoxondriyaga boradi. Mitoxondriyada aktivlangan BAX va BAK oqsillari mitoxondriya devoriga borib joylashib boradi. Natijada mana bu joyga joylashib oladi oqsillar. Mana bu joylarga joylashib oladi. Natijada sitoplazmada mitoxondriya bu holatda mitoxondriya devori o'tkazuvchanligi oshib ketadi. Natijada mitoxondriya devori parchalanishni boshlaydi. Bu holatda mitoxondriyadagi oqsillar ko'p miqdorda sitoplazmaga chiqishni boshlaydi. Natijada hujayra devori mana bu mitoxondriya devorida o'tkazuvchanlik oshib ketdi birinchi bosqichda, ikkinchi bosqichda devori parchalandi. Natijada ko'p miqdorda oqsillar nimaga chiqishni boshladi? Sitoplazmaga chiqishni boshladi. Endi bu sitoplazmaga chiqib ketdi. Bu oqsillar apoptozni mustahkamlovchi, ya'ni mana bu oqsillar. Mana bu oqsillar nima ekan? O'sha apoptoz reaksiyalarini mustahkamlovchi, aktivligini oshiruvchi, ya'ni aktivlovchi oqsillar guruhi hisoblanar ekan. Bu oqsillar
ga qaysi oqsillar kiradi? Mana bu sitoxrom C oqsili. Sitoplazmada ko'payib ketadi, juda ham soni ko'payib ketadi. Natijada apoptoz reaksiyasi jadalligi oshib ketadi. Keyinroq sitoxrom C oqsili sitoplazmada APAF1 mana APAF1 degan oqsil bilan bog'lanadi. Mana bu joyda bog'lanadi, ya'ni birikma hosil qiladi. Mana bu vaqt o'tishi bilan bu birikmalar birlashib mana bunday holatga keladi. Natijada apoptosoma degan tuzilmani hosil qiladi. Apoptosoma nima vazifani bajaradi? Apoptosoma bu hujayra ichida o'sha sitoplazmada joylashgan kaspaza 9 degan oqsilni aktivlaydi. Asosiy mexanizm bo'yicha kaspaza 9 ni aktivlaydi. Bu birinchi yo'l, ya'ni mitoxondrial yo'l hisoblanadi. Mitoxondrial yo'l boshqacharoq qilib aytganda ichkaridan tashqariga ketadigan apoptoz hisoblanadi. Xo'p, ikkinchisi klassik yo'l. Bu qanday amalga oshadi? Klassik yo'l bu yo'lda makrofaglar asosiy jarayonni boshlab beradi. Ishni makrofaglar bajaradi. Bu yo'l ham o'zidan boshlanmaydi. Qachonki stress omillar ta'sir etsa, bakteriya, kimyoviy shikastlanishlar yoki fizik shikastlanishlar, fizik omillar, qarish jarayonlari ta'sirida makrofaglar aktivlanadi. Makrofaglar aktivlangandan so'ng ular o'zlaridan tumor necrosis factor alfa, ya'ni TNF alfa degan moddani ishlab chiqaradi. Bu modda to'g'ridan to'g'ri mana bu joyga, ya'ni zararlangan yoki qariyotgan stress omili bo'layotgan hujayra tomon yetib boradi. Natijada tumor necrosis factor alfa ya'ni DIS retseptorlar yoki o'lim retseptorlari ham deb ataladi. Mana bu retseptorlarga kelib bog'lanadi. Bu hujayra membranasida joylashgan bo'ladi. Mana. Demak, bu hujayra membranasida joylashgan retseptorlar tumor necrosis factor alfaga birikkandan keyin bu informatsiyani mana bu ichki tomonda joylashgan domenlari bo'ladi. Maxsus domenlar. Bu domen nima desangiz, bu domenlar mana shu retseptorlarning bir qismi hisoblanadi va mana bu domenlarga bergan informatsiya hisobiga hujayra ichidagi, ya'ni sitoplazmada joylashgan boshqa bir kaspazalarni aktivlaydi. Mana bu kaspaza 3, 6, 7 larni aktivlab qo'yadi. Bu ichki tomonga, ya'ni tashqaridan ichkariga tomon apoptoz hisoblanadi. Bu klassik yo'l. Demak, hozir ko'rib turibmiz, mitoxondrial yo'l va klassik yo'l. Klassik yo'lda ham ikkalasida ham kaspazalarni aktivlayapmiz. Mitoxondrial yo'lda kaspaza 9 ni aktivlayotgan bo'lsak, klassik yo'lda esa kaspaza 3, 6 va 7 oqsillarini aktivlayapmiz. Buni ikkalasi birgalikda nima vazifani bajaradi? Kaspazalar proteinlar sintezini pasaytirib yuboradi va DNKni mutatsiyasiga yoki DNKni zararlab qo'yadi. Xo'p, endi savol tug'iladi. DNKning zararlanishi, hujayrada o'sha proteinlar sintezining pasayishi qanday qilib apoptozni shakllantirib qo'yishi mumkin degan savol tug'iladi. Demak, buni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda protein sintezining pasayishida pasayishi apoptozda qanday ahamiyatga egaligini ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda. Mana bu hujayra, oddiy hujayra. Bu esa sitoskelet. Bu nima desangiz? Sitoskelet. Demak, mana bu sitoskelet o'zini tarkibida juda ham ko'plab oqsillarni tutadi. Sitoskelet nima vazifani bajaradi? Sitoskelet hujayrani struktur tuzilishini, ya'ni uni hujayralarning shaklini ta'minlab beradi. Demak, bu yerda sitoskelet mana bu oqsillar tuzilmalaridan iborat bo'lganligi sababli, demak, oqsillar protein sintezi pasaydi. Demak, bu yerga kelayotgan organizmda oqsil bilan, protein bilan ta'minlash kerak bo'lgan holatlarda
oqsil sintezi pasayib ketdi, natijada oqsil yetishmovchiligi yuzaga keladi. Demak, sitoskelet o'zini vazifasini bajara olmay qoladi. Demak, bu o'zini vazifasini bajara olmagandan keyin hujayralar o'zini shaklini o'zgartiradi. O'z shaklini yo'qotishni boshlaydi mana bu shaklda. Demak, natijada hujayralar o'zini shaklini yo'qotgandan so'ng hujayra fragmentatsiyalanishni boshlaydi. Bu bo'laklarga bo'linib ketadi. Mana bunday holatda bo'laklarga bo'linib ketgandan so'ng buni nima qiladi organizm? Demak, organizmni sanitari bo'lgan makrofaglar fagositoz qilish yo'li orqali bularni apoptoz qilib yo'q, ya'ni yeb o'sha fagositoz qiladi. Yeb yo'qotadi bu holatda. Endi bizda ikkinchisi asosan DNKning zararlanishini ahamiyati nimadan iborat degan savol tug'iladi. DNKning shikastlanishi. Demak, DNK zararlansa, mana bu joyga chizaylik. Masalan, mana buni DNK. Bu DNK transkripsiya jarayonida RNKni hosil qiladi. RNKni hosil qiladi. RNK esa o'z navbatida o'zida oqsil, ya'ni ribosoma tutadi. Ribosoma birikkan holatda oqsil sintezini amalga oshiradi. Protein sintezini amalga oshiriladi. Demak, agar bizda mana bu DNK zararlangan bo'lsa, masalan, mana bu DNK zararlangan bo'lsa, bu yerda RNK hosil qila olmaydi. RNK hosil bo'lmagandan keyin ribosoma shu yerga kelib birikib protein sintezi amalga oshmas ekan. Natijada bu ham proses, ya'ni sitoskelet funksiyasini buzadi. Natijada boyagi mana bu mexanizm. Ya'ni dastlab o'zini shaklini yo'qotgandan keyin fragmentatsiyalanib, bo'laklarga bo'linib, oxiri makrofaglar tomonidan mana bu makrofaglar tomonidan fagositoz qilinar ekan. Fagositoz qilinib, mana shu apoptoz bo'lyapti hozir. Endi uchinchi jarayon nima bizda? Mana bu joydagi uchinchi bosqich bizda qarish jarayoni. Qarish jarayoni qanday bo'ladi? Qarish jarayonida biz DNK ga ahamiyat beramiz. Mana bu joyda DNK bor. Bu DNK. Bu asosan bu yerda qarish jarayonida P53 fragmenti asosiy mexanizm bilan ishlaydi. Bu asosan bular yosh hujayralar deyarli bo'lmaydi. Yosh hujayralar DNKsida deyarli bo'lmaydi, lekin 100% bo'lmaydi deb aytib bo'lmaydi. Chunki bular juda ham kam miqdorda bo'ladi. Endi hujayralar o'zini yashash muddatini o'tagandan keyin, o'zini funksiyasini bajarib bo'lgandan so'ng P53 fragmenti juda ham ko'p miqdorda oshib ketadi. Mana bu miqdori juda ham ko'p oshib ketadi. Natijada bu fragmentning miqdori oshib ketishi DNKni kesib, ya'ni DNK mana bu joydan kesilib ketishi mana. DNKni mana bu joydan kesib yuborishi yokida mana shu DNKni qanaqadir mutatsiyasi, mana bu genlarida mutatsiyaniga uchratib qo'yishiga sabab bo'lishi mumkin. Bular esa buni natijasida bu nima bo'lyapti? Mutatsiya uzilishlar hisobiga bular ham protein sintezini pasayishiga va DNKni zararlab qo'yishiga sabab bo'lyapti. Natijada apoptoz reaksiyalari amalga oshyapti. Ya'ni hujayraning tabiiy o'limi vujudga kelyapti. Demak, sizlar bilan apoptoz haqida gaplashdik. Hozircha apoptoz shulardan iborat.